Hürmetlik vatandaş, endi leksiyalarımızı davamlaştırımız. Leksiyanın mavzularımındak. Bugünkü islahı 2020 yıl 12. ayının 28. günü hürmetlik vatandaşın mavzumundak. Bexatarlik tasmasını çın bağla. Birinci ayının 6. günü hakikaten bir vaka yüz berişi mümkün. Prezidentlik kimge mensup Amerika Qo'shma Shtatlarining taqdiriga munosabatlik cho'ng elishish. Mavzuli xabar 12 ayning 27 kuni Vanve Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 2021 yil 1 ayning 6 kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasının başlığı muavin prezident Mike Pence Davlat Majlisida ikki palataning saylovchilar billetini amaliylashtirish yig'iniga riyosatchilik qildi. Riyosatchilik qiladi. Amerikada prezidentlik huquqining kimga mansubligini belgilaydi. Bu yig'in prezident Trumpning tinchlik shaklida prezidentlik huquqini qo'lga olishning eng oxirgi fursati deb qaraldi. Lekin voqea hodislar sizlarning o'ylig'ininglardek yaxshi natija beravermaydi. O'ttirdi balkim o'zgarish bo'lishi mumkin. Yoki 1 ayning 6 kuni tuyuqsiz o'zgarish yuz berishi mumkin. 12 ayning 25 kuni prezident Trumpning advokati Len Wood muavin prezident Mike Pence'ning Twitter'da qo'zg'agan fikr to'lqinidan gumonlanib, prezident Trumpning muavin prezident Mike Pence'ning markasiga savol belgisi qo'ydi. Advokat Len Wood hozir vaqt to'shdi. Oliy sudning bosh sudiyasi Johnson Robert, Stephen, Joe Biden, Obama, Clinton, Bill Gates, muavin prezident Mike Pence, George Soros, Michael McConnell qatorliqlar haqiqatan qizil chiroq yoqdi. Birodarlar sizlarga pursa iPost'dan. Bu şu iPost'dan degan odamning ismini bilmay qoldim, kechiringlar. iPost'dan kerak bo'lganda u hozir nada? Prezident Trumpning advokati Len Wood bishorat berdi. Muavin prezident Mike Pence o'z ichiga olgan holda bu kishilarning iPost'dan bilan munosabati bor. Orqadagi advokat Len Wood muavin prezident Mike Pence'dan gumonlandi. 1 ayning 6 kuni muavin prezident Mike Pence'dan ortiq umidlanmanglar dedi. Uni tanıydigan kishilardan, ya'ni muavin prezident Mike Pence'ni tanıydigan kishilardan so'rab ko'ringlar. O mag'rur, o hakavrmi? O 2024 yilidagi Pence'ga ko'ngil bilib uning Paul Ryan bilan munosabati bormi? Ya'ni 2024 yildagi Pence deganda muavin prezident Mike Pence 2024 yili o'zi prezident saylovida qatnashadi degan gap. Advokat Len Woodning Twitterga yozgan fikri partlash xarakterli fikir bo'lib, muavin prezident Mike Pence o'xshashla Washington zaykashligidagi odam degan fikrdan bishorat berdi. Muavin prezident Mike Pence 1 ayning 6 kuni vaziyatni buraydi deb qarayotgan nurg'un kishilarning umidida eg'ar gumonlanish paydo bo'ldi. Amerikaning qonuniga asoslanganda 12 moddasida saylov qonuni bo'lsa kerak, mundaq belgilendi. Kengash palatasining boshlig'i 12 ayning 4-haftasidan burun, ya'ni chorshanba kunidan burun bu huquqni ishlatadi.
Lekin bu yıl şu kanunda belgilengen vakit 12. ayının 23. günü idi. Muavin Prezident Mike Pence 23. günü keçigeçe talaş tartış bolup atkan saylıgıçılar biletinin kanunluk bilet işkelligini inkar kılaş gerek idi. Devamını anlaysınız, hürmetli vatandaş.